Minecraft, lekin Roblox'ni Minecraft'chi. Bu ham yaxshimi? Hozir buni ko'ramiz. World birga kiramiz. Dolarning train qotishlar bilan albatta. Java editionga kiryapman. Artefaktlikda. O'zi to'g'ri Minecraft bo'ladimi yoki rasso? Qattamli muhim o'ynaganim bilsin. Muhimi o'ynab ko'rganim bilsin. Xo'sh, Dolarning train. Jinnilik emas, faqat jinnilik bilmasin. Jinniliklarsiz o'ynash kerak. Bu ko'p vaqt oladi. 1 soat. Va nihoyat qo'tishlar ham o'ynab bo'lagan bu Minecraftda. Yaxshi. Daraxt kavlaymiz. Ancha-muncha yaxshi Minecraft. Lekin jicha sekin. Вообще eski versiya bu. Yomon eski versiya. Hatto stek ham qo'shishmagan menga. World birga bekor kirgan bo'lsam kerak. Artefaktni videosini kim ko'rgan bo'lsa agar, versiyadan versiyaga o'tgan videosini ko'rgan bo'lsa agar, shu biladi. Men ham shu ishni qaytarmoqchiman. Xo'sh, 5 ta yetadi. Pam. Taxlashga nima bor? Artefakt nima bilan o'ynasdi? Chatga yozmayman hozircha. Dropim. F5. Yo'q. Bu eski versiya. Men yuzimni ko'ra olmayman bu versiyada. Juda eski versiya bu, dahshat. Sakrash bitta sakrab chiqish kerakmi? Yangiroqqa kirsam o'lib ketaman o'zi. Drop, swing, nima bu? Qanday taxlayman? Mana crafting. Mana yuzim qani? To'rtta. Nima bu jinnilik? Axir nima bu jinnilik? Mana bu yoqqa qo'yaman. Artefakt videosi. Yoqqa qo'yamiz. Nima bu axir? Jinnilik. Nima bo'lyapti? Axir bu Minecraft dabdala-ku. Like block ham bormi? La'nati. Skin ham talab bo'ladi bu yoqqa. Bu yoqqa mana bu skin egallab olamanmi? Bitta o'zim o'ynayapman. Yaxshi. Chiqmayman bu yoqdan. Mana bu. Chat. Bu nima edi? Drop. Majun tashalli. Nima? Men o'tirganman. O'tirdim. Bu qanaqa ahmoqlik? Bir bo'shliqmi? Shunday dabdalami? La'nati. Bor ekan. Ozgina qot ishlayapti. Mayli, men boshqasiga kirmoqchiman, короче.
Respawn nima degani? Ha, shuncha narsadan ayrilish-ku. Respawn, don't respawn, resume. Resume. Nimaga o'xshamayapti? Qaytib chiqish kerakmi? Hammayli do'stlar, sizlar bilan Abjon. Bu videoning ikkinchi qismi ham albatta chiqadi. Video hali ham yurishmabdi. Menga faqat shu jinnilar tutib oladi. O'g'limni